standart proteinni ichadigan bo'lsak, ertalab ichsak qornimizcha to'ymaydi, nimadir yeymiz yoki nimadir yeb qo'ysak, уже tortmaydi ichishga. Ayniqsa issiq kunlarda jamlaqa zo'r ketmaydi. Proteinni kunlik normasini sizlarga juda ham bir qulay bo'lgan, buni maroq bilan maza qilib, qachon shu priom qiladigan vaqtim keladigan deb kutishingiz uchun ishlab chiqaruvchilar sizlarga yangi texnologiyalar bilan yangi narsa chiqardi. Buni hozir sizlarga naglaridan tushuntirib beramiz. Buni ikki xil mazasi bor. Buni mazalari ko'p. Hozirda narxi sal qimmatroq, lekin vaqt o'tishi bilan buni narxi 2 baravarga qisqarib, juda ham dostupniy bo'lishi mumkin. 1 kilolik protein 28 ta porsiyani siz 400 mingga olgan bo'lsangiz, buni hozirgi narxi 600 ming so'm, ozginadan keyin shunaqa narx bilan bir xil bo'ladi. Bu bemalol полноценный proteinni o'rnini bosa oladi. E'tibor beringlar. Keyin protein tarkibida kletchatkasi bor va 9 gram aminokislotasi bor. Buni eng zo'r fishka tomoni buni tayyorlanishida. Bu standart holatda tayyorlanadi. Ko'rinishi ham, hidi ham bir o'zgacha va ichida shokoladli donachalari bor va naturalniy shokoladdan olingan. Tayyorlanishi. Bitta porsiya 40 gramiga 90 ml suv solamiz va ko'rib turganingizdek vilka bilan yaxshilab aralashtiramiz va bu xamir ko'rinishga keladi. Juda ham tez. Примерно bir 30 sekund ichida. Sразу mana massasi o'zgardi, ko'rib turganingizdek. Xuddi araxis va pastaga o'xshaydi. Bo'ldi. Hech qancha vaqt ketmadi, uje mana qanaqadir bir massaga, kashaga ko'rinish o'xshadi. Juda ham kam uglevod, ya'ni bir примерно 6 gram uglevod, 21 gram protein, kletchatkalar va 9 gram aminokislota mavjud. Buni plus tomoni xohlanglar ichiga malina solinglar, xohlanglar любой bitta o'zingizga yoqtirgan mevani, bananni aralashtirib yesanglar bo'ladi, yoki bo'lmasam zavtrak payti araxisni yoki bo'lmasa qanaqadir yong'oqlarni qo'shib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Ta'mini ko'ramiz. Bu уже yangi uровень, buni gap bilan aytib bo'lmaydi. Haqiqatdan endi bilmadim, keyinchalik midamga tegadim, tegmadim, lekin birinchi yeganimning o'zida bu narsa 21 gram oqsil borligiga ishonganman kerak. Chunki ta'mi bunaqa bo'lishi mumkin emas. Уже to'xtolmayapman даже borku. Bu bilmadim, bu yangi bu hamma narsani o'rnini egallaydi. Bu будущее, kelajak. Va buni plus tomoni bitta zo'r issiq paytlardacha ozgina bir 10 minutga morozinnikka solib qo'ysanglar, muzdek bo'ladi-yu. Shunaqa ketadi-yu. Muzdagina issiq kunlarda как мороженое yeysizlar bor, yalab yeysizlar bor, biladim. Bismillah. Bundan bir 20 mingta zakaz qildik. Chunki hammaga yedirishimiz shart buni.